Ichida nima bor? Assalomu alaykum. Bu sehrli quti. $100 tanlaysizmi yoki sehrli quti nima? Qutida balkim qalampir bo'lishi mumkin. Da. $100 tanlamaysiz. Stavkani oshiraman. Redmi 14 yoki sehrli quti. Redmi'ni tanlamaysiz? Yo'q. Ha, sehrli quti yoki iPhone 17 Pro Max hali ochilmagan. Hozirgi momentda iPhone 17 ni olib ketishingiz mumkin. Bu sehrli qutini ochmasdan ketaman. Sehrli qutini tanlaysiz. $1,500 turadi bu. Buning ichida balki hech nima bo'lmasligi ham mumkin. Men hech qachon ochtirmaganman. Hamma $100 olgan, iPhone da olgan, Redmi da olganda sizdan bitta iltimosim bor, o'zingiz ochasiz. Nozima, bu sehrli qutimiz ichida Damas avtomobili bor. Sizni tabriklayman. Qaysi viloyatdansiz? Samarqand. Meni bolalarim sizga shu Damasni оформлять qilib berishadi. Bemalol Samarqandga olib ketsangiz bo'laveradi. Hozirmi? Hozir. Prava bormi? Bormi? Всё unda. Ne? Shu bolalar bilan borasiz, Damasni оформлять qilib olasiz o'zingizga. Ana 1 million obunachi bo'lishga ham ozgina qoldi. Obuna bo'lib qo'yinglar, balkim sehrli qutida siz bo'lib qolishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Raisboy konkursida qatnashdim. Damas yutib oldim. Rostdan ekan, olib ketishga keldim. Olib ketyapman uyga, qanday qilib olib ketaman.